Tumanimizda Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tantanali bayram tadbiri o'tkazildi. Buvayda qishlog'i markazida joylashgan Gulsanam tantanalar majmuasida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Tuman hokimi Bekzod Ibragimov sektor rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan tantanada 500 nafarga yaqin turli sohalarda mehnat qilayotgan faol ayollar qatnashdilar. Tuman rahbari bayramda jam bo'lgan barcha xotin-qizlarni chin dildan tabrikladi. Ayol nafaqat uyimizning chirog'i, balki jamiyatimizni ham charog'on etguvchi ustunlaridir. Ular bor xonadonlarimiz fayzu barakali. Onaxonlarimizga, opa-singillarimizga doimo ta'zimdamiz. Hamisha sog' salomat bo'linglar dedi o'z tabrigida tuman hokimi. Barcha opa-singillarimiz, babar qizlarimiz hammasini xalqaro 8-mart bayram bilan tabriklayman. Hamisha bizning osmonimiz sofo bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizda bayramlar ko'p, hamisha salomatlikda ko'rishimiz. Tadbirda 126 yoshli Huvaydo Momo Umarova va Gulshonoy Abdullayevaga mo'tabar ayol ko'krak nishoni, shuningdek bir guruh xotin-qizlarga viloyat hokimining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari va bayram qatnashchilarining barchasiga tuman hokimligining qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Dunyo ayollar bilan go'zal. Mana bugun bahor yerni bugungi 8-mart bayramini nishonlash bilan bahorni nishonlash boshladik. Yurtimizning hamma ko'chasida, hamma joylarida 8-mart bayrami bahor bayrami bilan qo'shib nishonlanmoqda. Bugun Buvayda tumani xotin-qizlar uchun asl bayram va quvonchli kun. Mana shunday kunda yurtboshimiz tomonidan biz ayollarga yaratilayotgan, xotin-qizlarga, yoshlarga yaratilayotgan sharoitlarni eslab, yana bir bor o'zimizni baxtiyor yurtda yashayotganimizdan faxrlanamiz. Yurtboshimizning yangi oxirgi so'nggi qarorlardan birida ayollarga o'sha tashkilotlarda ishlamaydigan ayollarga tug'ruq puli berilishi va magistraturada ta'lim oladigan ayollarni kontrakt pullari to'lab berilishi to'g'risida yangi qarorlar qabul qildi. Bu islohot ayollarga bo'lgan e'tibor, yurtimizda xotin-qizlarga bo'lgan yengilliklar, imtiyozlarning bitta bo'g'inidan iborat. Mana shunday yangiliklarni ko'proq bo'lsin, bayramlarimiz bardavom bo'lsin. Har bir xonadonda bayram quvonchli, yaxshi kunlar davom etsin. Butun respublikamiz bo'yicha ayollarni, onajonlarni, dugonalarni, hamkasblarni, farzandlarimizni, nabiralarimizni hammani bayram bilan tabriklayman. Tuman madaniyat bo'limining xushovoz xonandalari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar bayram tadbiri ishtirokchilariga xush kayfiyat bag'ishladi. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning nurisiz, olam aro mehrda, onalar mashhursiz, siz bor hayot boshqacha, undan yashash boshqacha, siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, adoqam bo'laman. Jonim jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Muhabbatni desang ko'ngil ardor, ishning ko'chasida qizil yanog'im, she'r yozay desam ham farmonim, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat, dilxona bu uchrashuvlar yodimda, maqtanmasa quvonganim yodimda, ammo mangu qolmading-ku yodimda, olislarda qolib ketdi muhabbat.
Zaman küçük sevdim kadar şu